Qozog'iston Milliy muzeyida oshiq otish bo'yicha bolalar ochiq turniri o'tkazildi. Shaharning 15 ta maktabidan o'quvchilar kuch sinashdi. Tashkilotchilar ta'kidlashicha, oshiq otish o'yini qatnashchilarda diqqatni jamlash, merganlik, chaqqonlik va sabr toqat talab qiladi. Bu sport bilan yoshi, jinsi va jismoniy rivojlanishidan qat'iy nazar har bir odam shug'ullanishi mumkin. Turnirdan maqsad ulg'ayib kelayotgan avlodda sog'lom hayot tarzini ommalashtirish. Eslatamiz, 2017-yilda oshiq o'yinlari UNESCOning insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. O'ynay yurib bola o'zini tanitadi. O'ynay boshlagan bolada mantiq, strategiya elementlaridan foydalanish kuchayadi. Milliy o'zligi shakllanadi. Ma'naviy qadriyatlarga oshna bo'ladi. O'ynar ekan bolalar yangi bilimlar oladi, ma'lumotlar o'zlashtiradi. Qiziqish bor joyda sabot va iroda ko'zga tashlanadi. Vatanga muhabbat shakllanadi. Ulchonlik qaltisat, patriotizm qaltisat. Besasiq mаған mıydı damıtadi, qo'l damıtadi. Men 5 oshiq o'yinini o'ynayman. O'ynarkanman, aqlim charxlanadi, qo'llarim mashq qiladi. Menga bu o'yin yoqadi. Hozir avvalgidan boshqacharoq o'ynay boshladik. Yangi variantlarni o'rganyapmiz. Ularni bilib olganimizdan keyin an'anaviy usullarga ko'chamiz. O'rganimiz jottaymiz, odan keyin burung'ini o'rgatamiz deydi.